Butun O'rta Osiyo bo'yicha hijob farz edi. Hijobni ham eng go'zal bir shaklda amal qilishar edi, paranji. Qarang, o'sha biz ajdodlarimiz iste'mol qilgan, ajdodlarimizning ayollari iste'mol qilgan, ishlatgan paranji hozir dunyodagi butun hijoblarning ichiga qarasangiz, eng go'zal, eng mukammal, eng sunnatga muvofiq. Eng islomning ma'nosiga, islomning ruhiga to'g'ri keladigan hijobning bir tarzi. Lekin hozir bizning dunyodagi ayollar mumkinmi o'sha paranjini iste'mol qilishligi? Siz mumkin emas. Aqlga ham to'g'ri kelmaydi. U paranjiga bir daraja nisbat qiladigan bo'lsangiz, paranjidan 50 daraja past turadigan hijobni o'rashga ham izn yo'q. Rus keldi, paranjilarni yoqdi. Juda yaxshi bilasizlar. Tarix shohid-ku. Butun diyorlarda ayollarni to'plab turib, 8-marta nimaga bayram qilishadi ular? O'sha hijobni yoqqanligi uchun, paranjini yoqqanligi uchun. O'zlariga xoin dajjal xotinlar chiqqan o'sha vaqtda chiqib turib, endi bu ayollarda erkinligi, ayollarda ozodligi, biz paranjidan qutulyapmiz degan narsalarni bahona qildi. Mana bu millatdan hayosini, hijobini, nomusini tortib olishlikka harakat qilyapti. Rus qilgan narsasi bu. Qilmadimi shuni? Butun diyorlarda minglarcha ayollar to'plab paranjilarni majbur olib, yirtib, yoqib tashamadimi? Qildik-ku, hammamiz bilamiz-ku buni. Я понимаю, что это очень трудно, но нужно покончить с пережитками прошлого навсегда. Снимайте паранджу, откройте лица. Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же свое слово, женщины. واللحد يحكي ظلمة Хамза! والنور خط كتاب Помогите мне снять паранджу. أنسي لقائي أنسي Вот и все. Бросьте ее в огонь. Эту паранджу мы сдадим в музей, чтобы люди знали, в чем ходила женщина Востока. Держи. Сабахон, снимите паранджу. Смелее, Жаира, смелее! Endi hozirgi hukumat agar Rusga xilof bo'lsa, hozirgi O'zbekiston hukumati agar o'zbek millatiga xizmat qiladigan bo'lsa, Buxoriyni Amir Temur yo'ldan ketyapti turgan bo'lsa, yoki 200 yil oldingi ajdodlarimiz yo'ldan ketyapti turgan bo'lsa, Rus tortib olgan paranjimizni qaytarib bersin, izn bersin. Aytsin, Rus badbaxt kelib bizni paranjimizni tortib oldi. Mana biz endi o'zimizni erkinligimizni, mustaqilligimizni qo'lga kiritdik. Mana bemalol endi paranjilarga amal qilaveringlar desin. Yo'q-ku. Ishi nima? Hijoblilarni qamashlik, boshqa ishi yo'q. Har bir mamlakatda o'zini polisi bo'ladi. Polis bizda o'sha milisalar deyiladi. Bular nima uchun bular? O'zini millatini tinchligini, xotirjamligini saqlashlik uchun, millatiga xizmat qilishlik uchun qilingan bir tashkilot. Millatiga zulm qilishlik uchun emas. Millatini nomusiga, diniga tajovuz qilishlik uchun emas. Lekin bizning hukumatlar nima qilyapti? Milisalarni faqatgina shu o'sha vatanni millatiga zulm qilishlik uchun. Milisaning ishi hijobli ayolni topib qamashlik, hijobini tortib olishlik. Qarang, vazifani qarang. Bir dindorni qamasa, dindorni yo'qolsa, darajasi ko'tarilyapti. Darajasi baland bo'lyapti. Maosh ko'tarilyapti uni. O'sha Amerikani borib polislarni so'rang, kimga xizmat qilar ekan? Yevropaga borib polislarni so'rangchi, kimga xizmat qilar ekan ular? Ular o'zini da'vosida sodiqlik qilyapti.
Amerikaning polisi, Amerikaning millati nasroniy bo'lganligi uchun nasroniylarga xizmat qilyapti. Isroilning polisi, Isroildagilar yahudiy bo'lganligi uchun yahudiylarga xizmat qilyapti. O'zini qadriyatini, o'zini millatini, o'zini urfini, o'zini dinini agarchi botil bo'lsa ham himoya qilishga harakat qilyapti. Bizda-chi bizda? Bizning milisalarimiz-chi? Bizning hukumatimiz-chi? Dindorlarni yo'qotish, hijoblilarni yo'qotish, uyalmasdan soqollilarni yo'qotish, boshqa ish qolmadimi senga? Hamma narsani yig'ishtirib endi soqollilar bilan shug'ullanib yurasanmi? Ha, Alloh taolo erkakni soqolli qilib yaratibdi. Shunga ham qarshi chiqasanmi endi sen? Buxoriyda yashagan diyorda insonlar soqol qo'yib yura olmaydimi? Termiziyda yashagan diyorda ayollar hijobda yura olmaydimi? Qilyapti turgan ishini qarang. Mana bu narsalar bilan mashg'ul bo'lyapti. Bu qanday qilib bu vatanga xizmat bo'ladi? Bu qanday qilib millatga xizmat bo'ladi? Bu xiyonat, bu zulm-ku bu. Vatanga ham xiyonat, millatga ham xiyonat, ochiq zulm bu. Butun dinlarga xiyonat, butun ajdodlarimizga xiyonat bu. Bizni diyorda hozirgi hukumat qilyapti ishlarni ko'ring. Butun diyorlarga, xususan qaysi diyorda dindorlar ko'p bo'lsa, bepul hukumat tarafidan sponsorlik qilingan holatda diskotekalar ochilyapti. Butun yoshlar targ'ib qilinyapti turgan. Masjid madrasalardan man qilinadi. Bu zinoga, fohishalikka, hayosizlikka, aroqxo'rlikka, bu rasvolikka targ'ib berilaveradi. Bular maqtaniladi.